Katta hovlini baribir ham o'ziga yarasha bir gashti borda. 704 sotix yer maydoniga tushgan, birinchi liniyada joylashgan aynan shu uyimizning bittasiga obzor qilib bermoqchimiz. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Ko'rganingizga afsuslanmaysiz. Fasad razmeri 24 metr bo'lyapti. 7 xonadan iborat uylar sizlarga bonus hisobiga o'tib ketyapti. Asosiy darvozxonadan kirib kelgan, darvozxona hovlimizni ko'rib turibsizlar. Uylarimiz juda ham shinam, fayzli xonadon ekan, bilasizmi? Bir xil uylar kirsanglar chiroyli bo'lsa ham bor, o'ziga tortmaydi. Men hovli eskicha chiroyli uy bo'lsa ham, kirganingizda fayzli, o'zingizga jalb qilib turadi. Hozirgi paytda egasi bilan gaplashgan holatda ishoninglar $30,000 zarariga beraveradigan bo'lib qoldilar. Pul zararligi uchun $119,000 gaplashib qo'ydi. 704 sotixdan iborat bo'lgan aynan shu uyimizdan. O'zi startli boshida bu uyimiz ancha qimmatroq bo'lgan, lekin hozir pul zararligi uchun bizga gaplashib, savdolashib, sizlar uchun 119,000 ga gaplashib qo'ydik. Arzonmi, qimmatmi fikrlarni yozib keting, lekin men bunaqa narx topa olmasanglar kerak. Общий hisobda aytganimizda 704 sotuv, bu yoqda alohida o'zining yashil hududlarini kattagina hovlichasini ko'rib turibsiz. Bir etaj gir aylanib uylarimiz tushibdi, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Suv, svet, gaz, internetdan hech qanaqa muammogarchilik. Eng qiziq tarafi old tarafida ham, orqa tarafida ham ko'chasi mavjud. Orientir keladigan bo'lsa, hozirgi paytda Selg'oz institutidan 4 kilometr kirib kelganimizda uje hamma bilgandir, O'nqo'rg'on mahallasida joylashgan. Maktab, bog'cha, poliklinikalarga 1 kilometr radiusida joylashyapti. Yunusobod ham yonginamiz yaqin bo'lib turib, 4-5 kilometr orasida. Eng qiziq tarafi yangi qurilayotgan masjidimizni qaranglar. Shunday uyingizdan ko'rinib turar ekan. Xudo xolasi bitgandan keyin 5 mahal azon-zar shunday eshitilib turadi. $30,000 zararga sotilib ketilyapti, qadrdonlar. Yer bilasizlar, kundan-kun narxi oshadi, chunki yer ko'paymaydi. Dom, uy-joylar qurilaveradi, ular narxi tushishi mumkin, lekin yer ko'paymaydi. Past raqamdagi telefon qiling, bitta akamizga aloqaga chiqib, tezroq ulgurib qolmasangiz bo'lmaydi.